Mohizar ovqat vaqti chalpillab yeganiga ukasi Sobir boshidan bir tushirdi. Chalpillamay ye. Ammo Mohizar parvo qilmay davom etdi. Bu gal Sobir qizni og'ziga qoshiq bilan urdi. Mohizarni labi qonadi. Uf, ishtahaniyam enasinikiga jo'natdi bu jinni. Zarifa o'rnidan turdi. Jonga tegding shunaqayam, bor ko'zimga ko'rinma. Singlisining jerkib berganiga jilmayib qo'ydi-yu, nari ketdi. Zarifa shu bilan tinchimadi. Mohizarni qo'lidan ushlab doim qamab qo'yishadigan xonaga olib kirdi. Uf, yana sen, tinchlik bormi seni dastingdan? Ovqatni ham harom qilding. Shu xonadan chiqmay o'tirasan. Mohizar jilmaygancha bosh egdi. Unga hech nimani farqi yo'q edi. Zarifa, tinchitib keldingmi? Sobit aka bamayli xotir choy ichadi. Dada, rosti jonga tegdi bu. Na o'tirishida, na turishida ma'ni bor. Befarosat bu. Bas, bo'ldi-da endi. Hammang ovqatingni ye. Nazira opa hammani jerkib berdi. Oila ovqatga qaradi. Hech kimni xonasida yolg'iz o'tirgan Mohizar bilan ishi bo'lmadi. Uning kosasida yarmi yeyilgan ovqat shundaycha qolib ketdi. Qishloqqa kirib kelishar ekan, zarfni bahridili ochila boshladi. Mashina oynasidan qo'lini chiqardi. Ob-havoni qara, mazza-yu va Mirza kulib qo'ydi. Bizni qishloqni havosi toza, odamga xush yoqadi. Oldiroq olib kelsang, o'lasanmi? Yana do'stmish. Zarif do'stini turtib qo'yadi. Xuddi keladigandek gapirma, shaharingga yopishib qolgansan-ku. Ular tortisha qishloqqa kirib kelishdi. Mirzani uyi shundoqqina yo'l bo'yida ekan. Qani tush, yetib keldik. Mirzani uyida ish avjida edi. Mehmonlarni yaxshi qarshilashdi. Hamma yumush bilan band bo'lsa-da, shaharlik mehmonni to'rga o'tkazishdi. Mohizar oysiz osmonga termulib turibdi. Xayolida tuzuk o'y fikr yo'q. Ammo har gal uni kamsitishganida kayfiyati tushib ketadi. Osmonga uchib ketsam, hech kim menga yeta olmasa. Maktab vaqtida ham uni doim turtkilab kelishgan. Oxirgi parta uni makoni edi. O'qituvchilar ham uni ajratib qo'yishar, she'rni yodlab kelib aytaman degunicha qo'ng'iroq chalinar, undan hech kim so'ramasdi ham. Bora-bora uni darslardan ko'ngli qoldi. Hattoki daftar olib bormaydigan bo'ldi. Hozir ham eski gazetalarni ochib, rasmlarini tomosha qila ketdi. Gazetadagi rasmlar uni juda ham qiziqtirardi. Tunmi, kunmi farqi yo'q. Mohizar tashqariga chiqib sayr qilaverardi. Bugun ham odatdagidan ko'ra juda kech sayrga chiqdi. Ba'zan ukasi urib qamab qo'ysa, ba'zan u bilan hech kimning ishi bo'lmasdi. Sobit aka, yana topib bering. Qancha ko'p bo'lsa shuncha ko'p olamiz. Mohizar otasi kim bilandir gaplashayotganiga e'tibor bermay devorning ortida suvga tikilib turardi. Hozir bilasan, hamma yoqda xitlab yuribdi. Topish oson emas, lekin tanishlar bor, topib beraman. Ey aka, shu dangalligingizga besh ketaman. Topsangiz bo'ldi. Pulidan xavotir olmang, darrov yes qilamiz. Mayli, o'zim telefon qilaman. Suhbat tugab, Sobit akani suhbatdosh ketdi. Sobit aka uyiga kirdi, ammo Mohizarni sezgani yo'q. Mohizar dala tomonga yo'l oldi. Osmonga tikilgan ko'yi xayollarga cho'mgan. Dalani boshiga yetmasdan ortidan ilakishgan odamni payqamay qolmadi. Mohizar, qalaysan? Doston iljaygancha qizga yaqinlashdi. Mohizar esa doimgidek qaramadi ham. Juda zerikib ketdim. Sen bilan gaplashib ketarmiz desam, sen ham jimsan. Biror nima de? Qara, hech kim yo'q. Rosti bugun juda xafaman. Shunga loyiq ish qildingmi? Mohizar tilga kirdi. Yo'q, xafa qilishdi-da. Onam uylanmasang bo'lmaydi, deyapti. Uylan. Onangga yordamchi bo'ladi, senga esa enaga.
Doston qizni gapiga kulgisi kelsa ham o'zini bosdi. U hozir qizni cho'chitib yubormay rejasi bo'yicha harakat qilish kerak. Yoqadigani yo'q-da. Qishloq to'la qiz. Birortasini uyiga bor. Onangni aytganini qilmasang, seni yana xafa qiladi. Mohiy, balki sen tegarsan. Dostonni gapidan Mohizar taqqa to'xtadi. Ko'zlari g'alati ko'rinishga kirdi. Yomon hazil qilding. Hazilmas bu. Qara, chiroylisan, qomating kelishgan, boshqa qizlardan xayiring kam. Ket. Men bilan birga yurma. Mohiy, gapim chin. Mohizar yerga qaradi. Oyoq ostidan tosh olib Dostonga qarab uloqtirdi. Yana va yana tosh olib ota boshladi. Doston chap bera uzoqlashdi. Baribir so'zimdan qaytmayman. Mohizar yigitga qaramay yo'lida davom etdi. Qo'lida katta tosh ushlab olgancha ketardi. Doston qizni qilig'idan kulgancha ortiga burilib ketdi. Boshlanishiga bo'ladi. Bu telbani kim ham ortidan so'rardi? Uyidagilar bezor bo'lsa. Fotiha to'yi o'tganidan keyin yigitlar yana bir kunga boshliqdan ruxsat olishdi. Mirza, dadang fermer ekanini aytmagansan hech. To'g'risi maqtangim kelmasdi. Shu fe'lingga besh ketaman-da. Ertaga senga qishlog'imizni ko'rsataman. Bugun juda charchadim. Mirza, lekinchi oshni boplashibdi. Anchadan beri bunaqa osh yemagandim. Amakim shunaqa chef power. Oddiy makaronni ham tobiga pishiradi. Mazza qilib yeysan. Shu xislatlari senga o'tmabdi-da. Kvartirangga mehmonga borardim. Yigitlar kulishgancha ularga to'shalgan ko'rpachalarga cho'zilishdi. Mana hayot, mazza. Endi mirqib uxlasak ham bo'ladi. Lekin Zarifni telefoni jiringlab ko'tarishga majbur bo'ldi. Qo'ng'iroq qilayotgan Asila edi. Allo. Qizning nozlanib gapirgan ovozi eshitildi. Mirza xalal bermaydi-ya xonadan chiqib ketdi. Asila, yaxshimisan? Zarif bir kunlik ayriliqda qizni sog'inganini his qildi. Yomonman. Sizni sog'indim axir. Men qishloqdaman. Indin kuni qaytamiz. Oyingiz ertaga sovchilikka kelar ekanlar. Bugun qo'ng'iroq qilgandilar. Zarif o'rnidan turib ketdi. Bu gap uning uchun kutilmagan bo'ldi. Nima? O'zim ham hayron qoldim. Birdan aytib qoldilar. Do'sti uylanyapti. Uni ham uylantirmasak bo'lmaydi dedilar. Yaxshi. Zarif, xursandmasmisiz? Yo'q, nega unaqa deysan? Faqat hayron qoldim. Menga aytmagandilar. Surpriz qilish istagida bo'lgandirlar. Balki. Asi, ertaga telefon qilaman. Mirza meni bezovta qilmay deb chiqib ketdi. Charchagan, tushunasan-ku. Xo'p, kutaman. Zarif o'yga toldi. Asilani yomon ko'rmaydi. Yaxshi ko'radi. Oxirgi vaqtlar nimadir bo'ldi oralarida. Balki Asila Zarif bilan kvartiraga borgani bunga sabab bo'ldimi? Zarif qiziqish ustunlik qilib, qizga intilib, keyin uni zabt etib, qiziqish so'ndimi? O'zi bila olmadi. Necha bor kvartiraga borib, axloq doirasidan chiqsa-da, oxirida o'zlarini tutib qolishardi. Zarif esa bu holni oddiy holdek qabul qilar, go'yoki shunday bo'lish kerakdek. Lekin o'sha oradan nimadir o'zgarganini hamon bilganicha yo'q. Bilgani avvalgidek emas bari. Mohizarlarning uyi. Tunda ko'chadan kirib kelgan qizini ko'rib, onasi qoshlarini chimirdi. Allamahalda chiqma degandim. Hech quloqqa ilmaysan. Mohizar onasiga qarab, siniq jilmaydi. Keyin qo'lida turgan toshni bir chetga uloqtirdi. Buni nimaga olib kelding? Ona, nosingiz bormi? Nima? Nazira opani asabi buzildi. Xumori tityapti. Bor yo'qol xonangga kir.
Mohizar tirjaygancha hovli burchagiga o'tib ketdi. Onasi uf tortgancha borib darvozani qulflab, xonasiga kirib ketdi. Mohizar daraxt tagida biroz turdi-da, u ham xonasiga yo'l oldi. Tuni bilan tuzuk uxlay olmagan qizni erta tongdan singlisi uyg'otdi. "Ey, tur, bor molga o't terib kel. Onam ertalabdan qulog'imni yedi. Tur dedim senga." Mohizar qayta ko'rpaga o'ranib oldi. Gulamdon ko'rpani tortib olgach, noiloj o'rnidan turdi. Qaqqayib turmasdan, "Tez bo'l. Sigiram mo'lab ertalabdan xit qildi. Men bormayman. O't tergani. Hakim ko'rsa, aynimasin. O'zi senlarni kasofatingga ersiz o'tmasam bo'lgani." Mohizar imillab turib yuzini yuvdi. Qo'liga o'roqni olganicha dalaga chiqib ketdi. U 3 to'rva o't o'rib keldi. Ammo singlisi kam deb qayta jo'nataverdi. "Bu kam, yana 2 marta borib kel, keyin senga yangi ko'ylagimni kiyib ko'rishga beraman." "Aniq berasanmi?" "Ha, faqat cho'milib chiqasan keyin." Mohizar xursand bo'lgancha chopqillab ketdi. Afsuski, u o't teradigan joyda yana Doston paydo bo'lgandi. "Senga yordamga keldim. Tushingga kirdimmi?" "Yo'q, uyim oldidan o'tasan-ku. Juda qiynalib ketding. Ber o'roqni o'rib beraman." "Yo'qol." Ularning gaplarini Mirza bilan qishloq sayriga chiqqan Zarif eshitib turardi. Mirza Zarifga jim ishorasini qildi. Keyin Mohizarni ko'rsatib jinni ishorasini qildi. Zarif tushundim degandek bosh silqadi. "Mohi, nima buncha rodaponi kiyib olding? Ishlatilmagan miya qimmat turadi deb bekorga aytishmasa kerak. Ayrimlar fikrlashga ham erinishadi-da. Yap yangi ishlatilmagan miya senda bor." "Nima?" Zarif qizni gapidan kulib yubordi. Zo'rg'a og'zini yopdi. "Boshingni urib yormasimdan bor yo'qol. Men senga kecha aytgan edim, kelma oldimga deb. Senga yordam bermoqchiman xolos." Doston Mohizarning qo'lini ushlamoqchi bo'lganida qiz o'roq bilan uni boshiga soldi. Mirza shundan keyin ular tomon yaqinlashdi. "Mohizar, tinchlan, qo'lingdagini tashla. Olib ket bu to'nkani. Kechadan beri boshimni qotiradi. Ahmoq ekani peshonasiga yozilgan. Yana o'zini aqlli deb o'ylaydi." "Doston, tur o'rningdan." Mirza Dostonni qo'lidan ushlab turishiga yordam berdi. O'roq tirnagan peshonasidan biroz qon chiqqandi. "Telba, buni shunday qoldirmayman." Doston qizga tashlanmoqchi edi. Qarshisida shaharlik yigitni ko'rdi. "Qoch, qo'shilma. Erkak kishi ojiziga qo'l ko'tarmaydi. Agar erkak emasman desang qochaman." Zarif dadillik bilan so'zladi. Seni..." Doston Mirzani qo'lini siltab tashlagancha ulardan uzoqlab ketdi. Mirza uni ortidan qarab qo'ydi-yu, qizga qaradi. Mohizar beparvolarcha qayta o't o'rishga kirishgandi. Yigitlar ularga gapirmay qayta yo'llarida davom etishdi. "Mirza, nima bo'lgan bu ayolga?" "Ayolmas, bizdan kichik." "Yo'q, hazillashma." "Zarif, bu hazil emas. Ismi Mohizar. Sal tomi ketgan. Yoshligida qattiq yiqilgan muzga deyshadi. Yana kim bilsin deysan. Balki otasini gunohlarini kasri shu qizga urgandir. Qishloqda bunday gaplar ham yuradi. Telba emas-ku, aqli raso bu qizni. Ishlatilmagan miya deganiga hali ham kulgim kelyapti." Mirza ham kulib yubordi. "To'g'risi, men bu qizni telbavor qilig'ini ko'rmaganman. Maktabda ham doim bir chetda yurardi. Uyida esa odam o'rnida ko'rishmaydi. Lekin nega jinni deyshadi, bilmayman. Qara, olmazorni olmalari buncha mo'l, hosil zo'r bo'lgan chog'i." Zarif g'arq pishgan olmalarni ko'rib hayratlanib gapirdi. "Bizni bog' bu. Yoshligim shu yerda o'tgan. Yur, daraxtdan olma terib yeymiz.
Uzib yeganni gashti boshqa. Qani ketdik? Yigitlar Olmazor tomonga qarab ketishdi. Kechki payt. Salimni choyxonasida Doston boshliq bekorchilar karta o'ynashyapti. Doston, anavi ishing nima bo'ldi? Salim anavi kungi gapga ishora qildi. Doston beixtiyor qo'li bilan tirnalgan peshonasini ushladi. Yaxshiyam vaqtda chap berdi. Bo'lmasa chuqurroq iz qolarmidi? Bu telba ancha dadil ekan. Keyingi safar tavbasiga tayantiradi. Ha, bo'lyapti-ku. O'zim vaqtim bo'lmay tashlab qo'ydim. Ehtiyot bo'l. Qishloqda quloq paydo bo'lgan deyishyapti. Sobir akani izidan tushgan ekan. Salim qishloqdagi yangiliklardan gapirdi. Yo'q, Sobit aka suvdan quruq chiqadi. Avvalam necha bor o'tirib kelgan. Unga qamoqxona ham xuddi uydek. Xoliq gapga aralashdi. To'g'ri, Sobit akani shu paytgacha hech kim mushugini pishtiy olmagan. Kim jonidan to'yganki, uni sotsa. Salim ko'pchilikdan eshitgan gapini aytdi. Sobit akani oldiga mana degan mashinalarda odamlar keladi, ammo unga qulluq qilishgan. Men hayron qolaman. Sobit aka boy emas, yana arzirli kasbi bo'lsa ham mayli edi. Biror joyda aytarli ishlagan odam emas, dedi Doston. Doston, sen ham soddasan-da o'zingcha. Yigitlar kulib qo'yishdi. Qani, kartani tashlachi. Bu gal kimni tushiramiz? Kim to'larkan ziyofat pulini? Xoliq shunday degancha kartani qo'lga oldi. Tun Mohizar xonasida yolg'iz o'tiribdi. Eshik ochilib, onasi kirib keldi. Ertaga doktorga borishimiz kerak. Nega? Seni ahvolingdan tashvishdaman. Kerakmas, bormayman. Menga ularning g'alati qarashi yoqmaydi. Gapimni eshitmadingmi? Borasan. Sen bormasang, sen uchun nafaqa berishmaydi. Doktorlar seni tekshirib, xulosa yozib berish kerak. Onasi shunday degancha chiqib ketdi. Mohizar yana osmonga tikilib qaraydi. Oy, meni oldinga chaqirib olsang, men ham sen kabi yolg'izman. Mohizarni ikki singlisi birga uxlaydi. Ammo ular Mohizar bilan birga yotishni istashmaydi. O'zlaricha undan jirkanishadi. Buni bemalol o'ziga ham aytishadi. Mohizar singillarini eski kiyimlarini kiyib yuradi doim. Yangi kiyim qachon olganini esla olmaydi. Bir kun hammasi yaxshi bo'ladi. Men buni juda yaxshi bilaman. Ammo o'sha kun meni oldimda birortangiz bo'lmaysiz. Mohizar o'ziga o'zi ko'p bora gapirib o'tirardi. Asila o'ziga oro bergan ko'yi ko'zguga tikilib turardi. Go'zal qizim, bugun qaynonang kelaman degan. Onasi kelib qizini yelkasidan quchdi. Darrov katta qiz ham bo'lib qolding. Seni uzatishni o'ylasam. Asila onasiga o'girildi. Oyi, uzoqmas uyimiz. Kelib turaman. Qaynonam ham juda yaxshi ayol. Hozirdan o'z qizidek ko'radi. Zarif qaytmayaptimi hali? Ertaga keladi. Men esa bir ikkita kelin ko'ylaklar salonini mo'ljal qilib qo'ydim. Kelishi bilan ko'ylak tanlagan boramiz. Baxtingni bersan bolam. Yolg'iz qizimsan. Oyi, baxt doim men bilan. Bilasiz-ku, chiroyli qizman. Zarif mendaqasini butun dunyoni axtarib ham topolmaydi. Asila qaddi qomatiga termulgancha o'zidan ko'ngli to'lib jilmaydi. Men oshxonaga qaray unda, sen tezroq mehmonxonaga chiqib bir ko'zdan kechir. Xo'p, oyi. Asilalarning uyida Zarifni onasi kelishiga tayyorgarlik avj pallasida edi. Erta tong. Mohizarning onasi toza kiyimlarni kiyishini kutib turibdi. Guli, qara opangga sochini tarasin.
Rostoyi, shuni sochidan bezor bo'ldim. Uzunligi yetmagandek kesishga qo'ymaydi. Gulamdon norozi to'ng'illadi. Dadang gapiradi, bo'lmasa tagidan olib tashlardim. Sochimga kim qasd qilsa, o'ziga yomon bo'ladi. Avval ham aytganman. Sen jim tur, sendan kim so'radi? Bo'lmasa o'zingni eplab yur. Gulamdon opasining sochini rezinkaga olib, siltagancha o'rnidan turdi. Mana, binoyidek qiz bo'lding. Bo'ldi, ketdik. Oldimga tush. Mohizar onasi bilan doktorga yo'l oldi. Shahar markaziga borishda ham ancha vaqt mashina kutib qolishdi. Oyi, charchadim. Naryoqda o'tirib turay. Mana to'xtadi, chiq mashinaga, borib tezroq shu ishni bitiraylik.